Jigarlarim, qadrli obunachilar, Andijon Mosha bozoridan Nexia 3 oppog'idan, tinig'idan, zo'ridan topib qo'ydik. Motor holatlarini ko'rishingiz mumkin. Yangilik zavod holatida turibdi. Ular qilib, ehtiyot qilib chiroyli qilib mindirilgan ekan. 4 ta yumshoq baloni bor mana. Mashinamiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Mexanika bo'ligi bor, chexollar bor. Bari bor mana. Xudo xolisa, ichki holatlari normal, yaxshi holatda ekan. Mashina xudo xolisa zo'r holatda, tiniq holatda turibdi. Egasidan to'liqroq ma'lumot olamiz. Mashina shunga bo'lmagan ekan. Lekin yaxshi holatda. Eshiklari ozgina yoqsirab qolibdi eshiklari. Orqa tomon ko'rinish holatlari mana. Andijon Mosha bozoridan 2020-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3. 2020-yilda ishlab chiqarilgan. 170 ming yurgan, kraskasi toza, bitta joyda rikopkasi bor. Motor hadoy karotka. Hamma yo'g'i chotki holatda. Xullas kamchiligi yo'q. Pulni qanaqa deyapsiz? Buni 82 dan ozgina o'tib beraman. 8200 dollar kami bor xohlasa. Telefon nomeringizni aytasiz? 90 257 91 41. Shu nomerlarga aloqaga chiqib bemalol akamizdan to'liq ma'lumot olasizlar. Mashina lekin ideal holatda ekan. Nargisi hammi? Avtomat. Ha, avtomat 2019-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka ekan. 124 ming yurgan ekan, bitta qanotda kraska bor ekan, lekin mashina ideal, yaxshi holatda turibdi. Buni ham hozir 4 ta yumshoq baloni bor. Bu sakadisk ekan. Mashinamiz avtomat korobka e'tibor beramiz. Monitorlar bor, chexollar bor. Chexol, polik hamma yo'q joy-joyda. Qarab minilgan, chotki, bozorga tayyorlangan mashina. Hozir pulini bir qator so'raymiz. Xudo xolasa, zadniy kameralar bor ekan. Mashina ideal holatda ekan. 19 avtomat korobka. Olasiz 2020-yil mexanikasi bor ekan. 8300 dollar kami bor deb aytdi. Bunisini hozir so'raymiz. Tanlov o'zinglardan 19-20. Ikkovi ham xudo xolasa zo'r holatda ekan. Aka 19 ni puli qancha? 19 ni puli 8,5 ming ozgina. 8500 kami bor uni. Hozir nomer telefonga aloqaga chiqarasizlar. Buni 8,5 ming kami bor deyapti. Motor holatlari mana gap yangilik, udal qilib, chiroyli qilib mehr berib qo'yishibdi. Bu sakadiskga avtomat korobka 2019-yilda ishlab chiqarilgan, e'tibor beramiz. Polik, chexol, hamma yo'llari bor, batmanlari bor, monitorlar, deflektorlar chiroyli ishlab qo'yib qo'yilgan. Tanlov o'zidan 2019 avtomat korobka sakadiskga hamma yo'q joyida 8,5 ming, bunisi 8300 kami bor. U mexanika 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi top toza.